Assalomu alaykum aziz podpисчиклар, obunachilar. Assalomu alaykum aziz YouTube ahli. Mana bugun men yana sizlarning hukmingizga bir video qilmoqchiman. Endi men ham boshqalarni tanqid qila nimaga mashinada video oladi ya, bular uyda olmaydimi deb mana o'zim ham birovni poylab o'tiruvdim mana bu yerda. Nima deydi, xizmatlar markazimi, o'shani oldida poylab o'tiruvdim. Bekor o'tirmay qo'ya qolay dedim-da, nimaga desangiz bir ilhomlanib ketibman. Men bu oldingi 3 ta video tashlaganimdan keyin boshqa video qilmay qo'ya qolay. Asabim buzilar ekan negativchilardan deb yuruvdim. Yo'q. Yana boshqatdan o'qisam juda ko'pchilik 90%, 95% odamlar yaxshi fikrlarni bildirib, chiroyli, go'zal xulq bilan, go'zal fikr bilan yaxshi gapirib, mayli doda kerak chiqib turing, video qilib turing, rahmat, fikrlaringiz yaxshi, foyda deyishgan uchun men rahmat shularga. Keyin dedim, shular uchun ham video qilmaymanmi endi. Bit burgani yoqaman deb ko'rpani yoqib olamanmi dedim-da. Shuna qilib bugun mana shu videoni sizlarning hukmingizga havola qilmoqchiman. Olam boshi o'sha yaxshi o'g'il qizlarimiz, ukalarimiz, akalarimizga ming rahmat bildirgan fikrlaringizga, bildirgan o'sha e'tiboringlar uchun, yoki bo'lmasam mana negativ yozayotganlar ham so'kinmasdan, o'zinglarni tarbiyalarni ko'rsatib, haqorat qilmasdan, yoshinglarga qarab e'tirozlaringlarni bildirsanglar bo'laveradi. Bu menga masalan yaxshi, pozitiv, ijobiy fikr bergan odamlar masalan deganda men hamma meni maqtagan odamlar nazarda tutmayapman. Ayrimlari doda sizga nima chiqib qo'ysangizchi, bekorga yoshlardan, navarestinglardan so'kish eshitib deganni ham men yaxshi, ijobiy, pozitiv deyman. Masalan kim o'zini fikrini bildirayotganlar, men siz bilan gapingizga masalan noroziman, qo'shilmayman. Mana joyim mamnaqa bo'lgan, Abror Muxtor Ali mamnaqa degan, mamnaqa bo'lgan deb so'kinmasdan, haqoratlamasdan, haqiqiy insonni bolasiligini, insonni nima deydi, tarbiyaliligini ko'rsatadigan odamlar ham juda ko'p. Hamma masalan men negativ deganda menga qarshi chiqqanlarni hammasi negativchi demayman, unaqa ahmoq emasman. Endi bir xillar o'lib qutulib ketadi, bittasi bir oxiri o'shani rosa haqoratlab tashladim mana. Shunga majbur qildi. Nimaga desangiz, bittasi bunaqa deyapti-da. Sen deydi, nimaga deydi, sen unaqa har kommentga ahamiyat bersangiz, har komment men bittasining o'tini yetmayman. Kerak emas menga. Qo'rqqanimdan emas. Mayli. O'zi bilyapsiz-ku, zato bu shartmi hamma bilishi deyman-da. O'sha bir qiziqdim-da, mana shu negativ yozganlarni. 500 taning ichida bir 20 ta, 25 tasi negativ yozgan, ya'ni so'kinib yozganlar. Bittasi nuqul so'kinadi-da, xuddi men unga tegib qo'yganimda aytdim, senga Abror Muxtor Ali tegib qo'ygan bo'lsa, o'zi bilan bordi keldi qilgan. Men sening chiqatingga tekkanim yo'q, aylanay. Men yomon gap gapirmaganman o'sha antikazzob chol to'g'risida ham. Kuzatib chiqsing. Boshqalar ham, boshqa blogerlar, Sirojiddin boshqalar to'g'risida ham fikrimni bildirganman, hammasini hurmatini saqlagan holda. Nimaga shunchalisan? So'kinib, haqoratlab, yaloqib, paloqi deb yozding. Qarasam, uchilik anaqa kirib komment. Kim ekan bu, tekshirib ko'rsamchi, nuqul aytadiki, sen ovoz yig'moqchisan, podpischi yig'moqchisan, nimaga bunaqa deydi desam, o'zi ham yana orayda kanal ochgan ekan. Endi u yosh yozgan yozuvlari savodsiz bir mol sifat. 52 ta podpischiga bor ekan. Yana oraydan bir 3,5 mingta prosmotr bo'lgan ekan. O'shancha u gadoyni dushmani gado bo'ladi deb menga o'sha anaqa loy chopayotgani shundan ekan qisqasi. Mayli, xafa emasmiz.
Yozib turinglar, negativlarni ham yozib turinglar. Hayot bir tekis bo'lsa qiziq bo'lmaydi. Ko'rishingiz kurmay bo'lishi kerak. Odam men ham o'zimdan ketib qolmayman deb faqat so'kmasdan yozinglar. Haqorat qilmanglar. Oylalaringlarni, dodalaringlarni harakatlarini bu yerda etmanglar. Yana nima desam bo'lar ekan? Birovlarni it, hayvon, eshak demanglar. Men sizlarni unaqa demayman. Men sizlarga aytamanki, jahlim qistab ketsa it demayman deb. Itni ketida o'sgan deyman. Eshakning orqasida o'sgan, eshakning orqasidan hech narsani ko'rmagan. Shuni aksariyat negativ yozadiganlar shunaqalar. Ishonmasanglar mana kirib ko'ringlar. Savod ham yo'q, nol. Nima yozayotganini tushunmaydi. Gapi tushunchasiz. Endi men bu pozitiv yozayotgan odamlarni qarang. Ilm, farosat, bilim yozuvlardan ham ko'rinib turibdi. Endi yozuvga kelgan bu yozuvni men gapirganimning sababi bugungi mavzuimda bitta narsani aytmoqchiman sizlarga. Mana hozir birinchi o'sha Abror Muxtor Ali haqida gapirganimda o'sha antikazzob deydigan boboyni haqorati sababchi bo'lib men birinchi marta mana anaqa chiqdim. Nima deydi? Men video tayyorladim. O'z kanalimda kichkina shorts videochalarni har qatdan xabar, ma'lumotlar, biror narsa to'g'risida ovqat pishirish maslahatlar, kichkina shortslarni tashab, o'zimni daladagi bola navaralarim bilan vorra uchirayotganim bormi? O'zimni dalada mehnat qilayotganim bormi? Shunaqalarni bog'larimda ishlayotganim bormi? Shunaqa kichkina qilib tashab yurardim. Bitta o'sha murojaatimdan keyin gurullab ketdi hamma. Oy bola, videoni ko'pay anaqa sanga o'xshagan negativchilar hisobiga prosmotr ko'payib ketdi. Ana o'sha negativchilar uchun ham menga yana ikkita, xullas hammasi bo'lib 3 tami, 4 ta video qiluvdim. Endi bugun mavzu haqi kelib taqaladi desangiz, bekor gapirmadim savod haqida. Endi unda antikazzobdan ta'sirlanib gapirgan bo'lsam, bu yerda endi kecha telefonda qarasam bitta nima gap, yana nima gap deydigan bitta podkast bor ekan, ikkita yigit chiqar ekan. Nima gap. Ya'ni ndan keyin i yo'q. Endi 2 yil ochilganmi, bo'lganmi, 3 yil bo'lganmi, men endi ko'rib qoldim mana shu podkastni. Haligi avtorlari shu nima gap degan kanalga shu anaqasiga nom qo'yganda o'zini shu kanaliga. 3 ta harf nima gap bo'lmaydimi? Va buni sizga nima aloqasi bor? Nima tirnoqni ichidan kir qidiryapsiz demanglar. Yana o'sha Abror Muxtor Aliga qaytamiz. Abror Muxtor Alini chiqishlarida ko'p gaplarini eshitganmanki, yoshlarimizni, farzandlarimizni, kelajak avlodlarimizni shunday darajada tarbiyalashimiz kerakki, ular tilni yaxshi bilishsin, tilga, adabiyotga, ona tiliga, savodxonlikka o'rgatishimiz kerak. Ular o'z ona tillarini yaxshi bilib, badiiy kitoblarni ko'proq mutolaa qilib, savodlarini yaxshilab, ular she'riyatlarga oshno bo'lib, asarlarni o'rganib, eng keragi o'zbek tilini yaxshi darajada bilishsin degan joylarini agar ishonmasanglar tashlab yuboraman. Endi xuddi o'sha podkastga qachon oldinroqmi, 1 yil oldinmi, Abror Muxtor Ali ham borgan ekanlar. O'sha borganida haligi haqida gapiradi desam gapirmadi. Mayli, gap faqatgina nima deb xatomin ham yozganida emas gap. Ichida nima deydi? Сообщение deydi-ku, o'zbekchasida endi o'sha kanal to'g'risida yozgan, o'sha tomoshabin YouTube tomoshabinlariga yozgan kanalning xarakteristikasida, o'sha tavsifida kanalni xarakteristika deb o'zimiz ham o'rganib qolganmiz deydi. Tavsifida bir murojaatnoma degan narsa yoki o'sha kanal to'g'risida ma'lumot berganda 70% ruscha so'z yozgan. 30% o'zbekcha so'z aralash kasha-masha bo'tqa-so'tqa qilib yozgan. Ikkita yigit bor ekan, bittasini oti Rajabboy ekan. Rajabboy 60% 70% nima qiladi?
ya'ni 60-70% deb qolay mayli. Ruscha muloqot qiladi kelgan odamlar bilan. Endi ruschani ham qotirib qo'ymaydi. Asosan o'zbekcha gapirar ekan-u. Shevada masalan siz mashina minismi, ko'chada yurismi degan shevalar bilan gapiryapti. Sheva yaxshi, sheva ham bu qadriyatlarimiz. Men buni tanqid qilmoqchi emasman. Bu bilan demoqchiman, juda ham unaqa bir endi menimcha ikkalasi ham shu ruschada o'qigan, ruscha tarbiya olgan. Narigisi yonidagi yigit hani imiji, soch imijlari, soch turmaklari boshqacha yigit. U ham menimcha ruscha o'qigan, ruscha tarbiya olgan. Endi mana shu yozuvlarida ham ularni, mana yozuvida, gapida ham 50-60% ruscha ketyapti-da. Abror Muxtor Ali o'shalar bilan bemalol gaplashib o'tirdi. Zamichani qilmadi biror yerda. Na shuncha ilmga, bilimga, adabiyotga, tilga, she'riyatga nima deydi? Da'vat qiladigan Abror Muxtor Ali ilmli odam. Shu men xohlagandim, shu bitta noqal shu sarlavhasi nima gap bo'lmaydi. Men bitta ruschani ko'p qo'shyapsizlar, birorta gapirgani yo'q. Chunki mayli bu dvoyniy standart bo'lib qolyapti-da, boshqalarga gapirgandek, gap shunda-da. Balki men uzr so'rab qo'yarman, nimaga desangiz, boshqa joyda gapirgandir. U masalan o'sha nima deydi, kanaldagi o'sha videodan tashqarida, ya'ni efirdan tashqarida zamichani qilgandir. Ya'ni tanbeh bergan deydim o'zbekchasiga, tanbeh bergandir balkim. Uni bilmadim. Endi buni qatdan tanbeh esingga tushib qoldi desanglar, men u nima gap anaqani podkast ko'rib qolishimga sabab o'zi to'satdan telefonimda chiqib qoldi-da, o'tda Shuhrat Rasulov deydigan yaxshi iqtisodchi, siyosatshunos, ko'p siyosatida, fikrat dasturlarida, kunuzlarda ko'p chiqadigan siyosat, mana yaxshi bilasizlar, o'zi kasbi iqtisodchi. Ana o'shani chaqirishibdi, mana 2-3 kun oldin, o'sha nima gapidigilar. O'sha yerda u ko'p o'zini fikrlari bilan e'tirozlar bildirib turibdi. Ana ikkita yigitga malades dedim, yashavar dedim, Shuhrat Rasulov dedim. Masalan, bola Rajab bo'y ekan oti. Men yoshlar bilan, sizlardagi yoshlar bilan ko'proq suhbat o'tkazishni, yoshlarni to'g'risida ko'proq bilimga ega bo'lishim, yoshlarimiz qanaqa darajada nima deydi, shu ilmli bo'lyapti, yo dunyoga bee'tibor bo'lmayapti, shularni kuzatishni xohlayman. Ko'proq yoshlar bilan suhbat qilish xohlayman desa, nima deydi deng? Nimaga endi? Qarilar anaqa bo'ladi-da, deydi, konservativ bo'ladi-da, qarilar deydi. Shuni Shuhrat Rasulov aytdiki, bu yaxshi gap emas, qarilar demang. Yoshi ulug'lading, yoshi kattalading yoki o'rta yasharlading dedi-da. O'sha Abror Muxtor Ali bilan suhbatda ham hozir Abror Muxtor Ali buni qaysidir bittasini yedirib qo'yadi-yo dedim. Yo'q, g'arb falsafalarini tarjima qiladigan yigit kim edi? Bir siyosatchi yigit bor edi. Uzr, qarichilik familiyasi esimdan chiqib qoldi. Kommentariyada familiyasini o'zingiz aytarsizlar. O'sha yigit bir qizlarni bir parda deydigan podkastiga borganda, borib o'sha yerda sizlarni qo'llab-quvvatlayman, sizlar kengayishinglar kerak, ko'payishinglar kerak. O'zingizga o'xshagan qizlarni, o'zingizga o'xshagan dunyoqarashli ayollarni ko'proq chaqirishinglar kerak deb aytdi deb ancha e'tiroz, janjal to'polonlarga sababchi bo'ldi. Ya'ni shu podkastni qo'llab-quvvatladi, shu yerga borib zamichani qilish o'rniga yoki tanbeh berish o'rniga o'sha olim yigit bor, yaxshi yigit, u ham yo'vosh. Ani kunda efirimda ham gapirdim. Lekin bu mana ko'rsanglar, tomosha qilsanglar, ikki xil standart bo'lib qo'yibdi-da. Abror Muxtor Ali o'sha yerda shularni men bir to'g'ri yo'lga solib qo'ysa kerak. Tilla yoshlarning oldida tilla oyoq osti qilmaslik, o'sha yoshlarga o'rnak bo'lish kerak degan narsalarni gapirsa kerak deb o'yladim. Buni kutmadim. Endi beayb Parvardigor, har to'kisida bir ayb deydi-yu. Bundan tamam Abror juda ham yomonlab tashlayotganim yo'qman. Men o'zimni fikrimni bildiryapman. Barakagina top qurilar sizlardan aylanib ketdi.
hali og'zi kuygan qotonni puflay ichadi deb kommentariyalar so'kishib urgandan keyin, urushishib urgandan keyin odam ehtiyot bo'lib gapirar ekan. Tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, yurtingiz tinch bo'lsin, osmoningiz musaffo bo'lsin. Qo'shnilaringizga ham Allohning rahmi kelsin. Ularda ham ilohiy tinchlik boshlansin.